Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Galassiyoga qilgan ishimiz ana bu diagonali keyiniga kalsoni 1.25, chuqurligi 3 metr bo'lgan. Mana toshlarni chiroyli qilib terib berganmiz. Bu vodoprovod turba o'tgan. Shuni betonimizni tagiga qoldirib taxlab berganmiz. Bu 1.25 razmerdagi oshxona uchun kuxni chiqadi ana bu yerdan qo'yish. Ana bunisi diagonali 1.40. Bu hammom tualet uchun qilib berganmiz. Diametri kattaroq. Mana g'ishtlarni terilishiga e'tibor berasizlar. Chiroyli qilib 1 metr joyini yopganmiz. Pastini ochib filtr qilib taxlab berganmiz. Shtogi suv tortib chiroyli ketish uchun. Mana bu yamamizdan o'sha nam chiqib nima bo'lgan sal kimlardir uylash mumkin, ikkalasi ham 3 metr bo'lsa nimaga bundan nam chiqqan, bunisidan nam chiqmagan desalaringiz, hamma joyga ham parodaga farq qiladi. Kerak bo'lsa yarim metrga farq qiladi. Bunga ham loy chiqqan, lekin nimasi yo'q. Mana nam chiqib, nam ko'tarmagan. Kimgadir shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana uylardan, imoratlar zarar qilmaydigan qilib 1 metrdan tashab taxlab berganmiz. Mana bu instrumentlarimiz, mana qoliplarimiz kelib chiroyli qilib taxlab berdik. Sizlarga hozir mana kirishkalarni ko'rsataman, chiroyli qilib taxlab berganmiz. Ana bu kirishkamiz, ana bunisi diametri 1.40 lik kolozimizniki. Mana kirishkachalarni chiroyli qilib taxlab berganmiz. Mana bu bugun qo'yganimizga nasib bo'lsa hozir xotganiga ochib olamiz. Bu ham mana tagida g'ishtlar olinadi-yu, og'zini o'zi qoladi. Mana og'izchasi qo'yib berib chiroyli qilib taxlab beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Podpiska, laykni ayamanglar.